Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. 2026-yilda tomga loy bosish narxlarini aytamiz. Albatta mehnatimizni qadrlab, har doimgidek mana bunday qilib bir dona like bosib qo'yasiz. Mana unda videoni boshladik. Kanalda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar qurilish bo'yicha videolarimiz bor. Kanalga kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Foydali videolar ham bor albatta. Agar obuna bo'lib qo'ysanglar, yangi videolar qo'yib boraman. Narxlarni bilib turasizlar qurilish bo'yicha. Dollar mana tomimiz. Hozir mana tomonga mana cho'rligini qoqdik. Ozgina qoqilmagan joylari bor ekan. Shu chiroyli qilib mana hayvoniy qoqdik. Mana yerlarga kamchisi bor degan bergan qoqdik. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bunday holatda uni savolli mana xudo xolasa. Endi barchaga qiziq joy keldi. Ustaga necha pul bosib beryapti desangiz, narxini aytaman. 5 sm dan 10 sm gacha bosamiz. Ko'rib turgan joylari cho'rnigini qoqib, o'zimiz cho'rnigini qoqdik. 50 ming so'mdan bosib beryapmiz 2026-yilda. 7 sm qilib bosib beryapmiz. 50 ming so'mdan kvadratini bosyapmiz. Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada o'z fikringlarni qoldirasizlar. Qaysi viloyatda necha pul bosilyapti? Izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bir dona like bosib qo'yasiz. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Navbatdagi obyektda ko'rishguncha.